Salam qeyrindişim. Hazır anlaydıqınımız Abduqadir Jaloliddinning Ayollar ve Bosuğa namlıq maqalesi. Bu maqale Abdurning Yüzümüz, Özümüz ve Közümüz namlıq kitabıga kirgizilgan. Ayollar ve Bosuğa. Ticaret, maarif, medeniyet işleri, mahalle, rayon ve devlet çegralarından halkı dünyavi miqyada girelişip ketken bugünkü günde bir türküm Uyghur yaşları dünyanın danlıq maarif, medeniyet merkezlerinde ilim tahsil qilishga başladı. Ularning nəhayət az bir qismi özlərinin nəzərdəki chet ellərinin turmuşunu qalamga elib, ana vətəndəki yenilikə təşna xalqni türlük uçur bilan təminləşə başladı. Təsəvvür və intilishlər asasida qurub çıxılğan yad iqlimlar barğansiri real tus elishə başladı. Bugünkü Uyghur yaşları dünyani tushunish, tadqiq qilish va qurib chiqishga o'zlarining nisbati borligini his qilishga boshladi. Bundaqlar ko'payganda o'zining ona xalqining ehtiyojini haqiqiy to'nib, xalqning qadr-qimmati uchun kuyib yonadigan aqidalik yoshlarni o'tirg'i chiqadi albatta. Shundaq, yer sharida bizmi bor. Shundaq ekan, qadr-qimmat, shon-sharaf munbarlarida bizmi bo'lishimiz kerak. Bir qism yoshlarning dunyoni ko'rib yozgan sayohatnomalarida mushundaq istak bor. Bizni yangi bir kimlikning boy qilishi kutib turadi. Biz uni topganda haqiqiy o'zimizga aylana olamiz. Sayohatnomalardan qiz ayollar yozgan ba'zi sayohatnomalar kishilarni jalb qildi. Ayollar ayrim taraflarda inchga ham sasgur keladi. Shundaqla xeyli romantik keladi. Arzu armanlar bilan sug'urilgan yumran xotirlar, qiyliqlashib ketgan qaqshal, bemaza gaplardan to'yib ketgan qalblarni so'yindirmay qolamdi. Ayol o'qirmanlar bundaq asarlarga xeyli yerisman keladi. Tez suratdagi shaharlashish Uyg'urlarning axloqiy qarashlarini shiddat bilan o'zgartib atadi. Bozor egiligi amaliy manfaatdan boshqa nazarga olmaydigan qilavatdi. An'anaviy egilik shakllari xirsga uchrab, egilik ahlining oilaviy turmushidagi normal tartibni bitchit qilib atdi. Erlar ish izlab yaqi yurtlarga chiqib ketdi. Uyda o'ltirishga toqat qolmagan ayollarmi savdo qilish uchun Bosuğadan chiqishdi. Ishlab chiqarish bilan oila hayotining birligimi barbod bo'lib, er ayolni boqadigan, ayol farzandlarini boqadigan qurilmalashib qoldi. Erlərinin söylətimi burunqadək hayvatlik bo'lmay qoldi. Ularning nupuzi saqal bo'rtini pesh qilay desa, uningmi tayini qolmadi. Chunki saqal bilan burut mas'uliyat va burch bilan birlashmasa, u faqat tukdildan iborat. Ayollarning Bosuğadan chiqib ketishi bizga nurg'un oqibatlarni elib keldi. Bolalarning tarbiyalanishi boshqalarning qo'liga qoldi. Ta'lim tarbiya ishini bir xil aqida ishlab qaramay ziyoda tovarlashtirib etdik. Ma'rifni faqat imtihondan o'tish ishi deb qoldik. Bolalarimizmi ota-onalarning mehr suyiga tuzuk qanmaydigan bo'lib qoldi. Ular xuddi onasini bilmay cho'qildab yurishgan to'q cho'lisiga o'xshab qoldi. Oila tarbiyasi deganlarni boshqalarga havola qilib, onalar xizmat halakchiligida qoldi. Erlar uyning to'riki. Meningcha bu gap nayt to'g'ri, ammo bu gapning saltanatiga daskatdi. Shuning bilan ayollarning yuragiga daskatdi. Chunki ayollar mazmut erlardan mustasno holda o'zlarining ayolligini yo'qotib, sarson bo'lib ketadi. Ular qaysar erlarning soyasida yashaydigan sumbollar. Bizning ayollarimiz Bosuğaning ichidagi qimmat bilan Bosuğaning teshidagi qimmatni selishtirib ko'rmasa bo'lmaydigan yerga keldi. O'qigan ayollarimizning inkosidan qaraganda oila intayin muhim. Ayolga xos takammullikning kapolati oilada. Ular buni necha yillik musofirlikning izg'irin shamollarida to'lib yetgan. Biroq bundaq sadolar toza umumlashib ketolmadi. Sababi biz oilaning muqaddasligini boshqadan tushunishga urinib baxmadik. Aksicha uni muhim emas deb qaradik. Meningcha oilaning muqaddasligini bilmagan xalq uzun kesil tushkunlashgan xalq.
O'qiyotgan qizlarimizning ko'payishi kishini xo'shal qiladi, biroq onalikqa sal qarashi kishini andishiga soladi. Bizda onalikning illiq ham tatliq mavsumidan xabarsiz holda solib ketgan go'zal qizlar oz emas. Ularning latofati charchigan yigitlarning tasallisiga aylansa, sog'lom bolalarning xush havoliq bog'chisiga aylansa, naqadar obdan bo'ladi, ha? Tadbirdan xoli holdagi orzu faqat bir xil ojizlik. Ay, go'zal Uyg'ur qizlari, o'qinglar, bepoyon jahonni tushuninglar, lekin o'zinglarning ona bo'ladiganliklarini unutib qolmanglar. Burun bir botir yigit o'zining shirmatligi bilan bir shaharni qo'g'dab qopti. U jangdan qaytib kelgandan keyin podshoh uningga: "Mundaq 3 narsadan birini tanlasang, Tangri uni sana in'om qilg'usi. Ular aql, go'zallik, sharm, hayolardir" debdi. Botir yigit ozroq o'ylangandan keyin "Menga ayol kerak" debdi. Podshoh hayron bo'lib turib qopti. Yigit: "Menga sizlar aytgan 3 narsani o'zida mujassam qilgan ayol kerak" deb so'zni to'liqlabdi. Podshoh qoyil bo'ldi. Botirlik hargizmi qari kuch emas, balki aql farosat bilan kuchning birligi. Aql, go'zallik va sharm hayoni o'ziga jam qilgan ayolning pushtidan yanala botir tug'iladi. U mayli qiz yoki o'g'il tug'sin, mundaq onalardan qaysar avlodlar yetishib chiqadi. Bu ma'nodan ilib aytganda, mukammal ayollik dunyosiga kimmi sal qaraya olsin? Ayollarning qudrati ana shu yerda. 2006-yil aprel, Urumchi. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfurs Xani ishlagan. 2020-yil 10 noyabr Janvar kuniga elinib tayyorlandi.